Kimdan olish emas, to'g'ri narsani olish, to'g'ri investitsiya qilish. Savollar so'rashni boshladim. U milliarder ekan. Sherzod Beydan uy oldim yoki Maqsud Beydan uy oldim yoki ukamizdan uy oldim demaydi-da. Dubaydan uy oldim, zarar qildim deydi. Bu biz uchun minusda bu, to'g'rimi? Shu uydan 300% foyda qildi. Tikkan puliga. Assalomu alaykum. Bitta savol. Podkastimizning navbatdagi mehmoni Dubay bozorida o'zini ulkan o'rniga ega va ko'chmas mulk bozorida o'zini nomini chiqargan top brokerimiz Maqsudjon Egamberdiyev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunchalik vaqt ajratib kelganingizdan juda ham mamnunmiz. Sizlarga ham rahmat. Taklif qilganlarga. Albatta, bu podkastimizda siz Dubay ko'chmas mulkda o'z investitsiyangizni qilmoqchi bo'lsangiz yoki ko'chmas mulk bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bu savollarga to'liq javob olasiz degan umiddamiz va biz boshladik. Ko'rsatuvimizga chaqirishimizdan maqsad Dubay ko'chmas mulk bozorida ancha o'zingizni hissangizni qo'shdingiz degan bo'ladi va yurtdoshlarimizga ancha uylar bilan ulashdingiz va hozirgi paytda sun'iy intellekt bilan qilayotgan har bir kandidatlaringizni o'zimiz kuzatib boramiz shaxsan. Birinchi savolimiz, qanday qilib broker sohasiga va aynan Dubayga tanladingiz? 2008-yilda Dubayga kelganman. Retail, ya'ni magazinlarda ishlaganman. Magazindan keyin o'rtoqlarim 2011-2012-yilda boshlab o'tishni boshlaganda men umuman brokerskiy sohaga emas, developer, ya'ni застройщикda sotuvchisi bo'lib ishga kirganman boshda. Tanlash qanaqa bo'lganki, o'zim bilsangiz brokerskiy yoki developer ishlasam sal erkinlik bo'ladi bu sohada. Shuni hisobiga o'zim как mustaqil partnyor bo'lib sifatida kirmoqchi bo'lganman, lekin boshlashda sal data yig'ib olgani, o'zimga yo'nalish topib olgani developerga ishga kirganman, ya'ni quruvchi kompaniyani sotuvchisi bo'lib ishga kirganman. Bu sohada juda yaxshi ko'raman. O'sha paytda ham bolalardan eshitib, analiz qilganman. Erkinlik bo'ladi o'z odam. Erkinlikga men qanaqa erkinlik beriladi, qanaqa olib ketishga bog'liq bo'ladi. Shuni o'rganib, shunga qarab ijodkor odamga har doim erkinlik kerak deydi. To'g'ri. Buni biz har xil sohalarda ko'rishimiz mumkin. Albatta siz Dubay bozorida aynan shu yo'lni tanlab turib, siz ko'chmas mulkka xuddi shunaqa qilib qanot yozmoqchi bo'lgansiz. Desak to'g'ri bo'ladi. Shunaqa deyman. Nima uchun aynan brokerlik sizni hayotingizga kirib kelgandan keyin nimalarni o'zgartira oldi? Aytadigan bo'lsam, ko'p narsani o'zgartirdi. O'zi broker bo'lib ishlashni boshlaganim 2018-yildan boshlaganman. Ya'ni bitta akamiz developer ishlaganingiz bo'ladi, brokerga ham o'ting, men yordam beraman. Endi bilsangiz, brokerda oylik bo'lmaydi. Har doim nima bilan partnyor bo'lib kirasizda, o'ziga kerak bo'lgan narsa beriladi-da, shuni olib ketishingiz kerak. Ya'ni kompaniyaga partnyor bo'lib kirasiz, lekin oylik bermaydi. Shunaqa deganda o'tganman. Kirganimdan keyin endi kimdadir 3 kunda, kimdadir 1 oyda, kimdadir 6 oyda savdo bo'ladi, lekin men broker tanlashim sababi shu boshda aytgandek erkinlik, ya'ni o'zimni ko'rsatishimga, erkin fikrlashimga, ya'ni ko'proq o'ylashingiz kerak, ko'proq bosh qotirishingiz kerak, komfort zonadan chiqishingiz kerak. Komfort zona, developer ishlasam komfort zonada bo'lasiz pashti. Sababi oyligingiz bo'ladi. Shuni hisobiga brokerga o'tganman men. Yana ko'proq ishlaysiz, чтобы o'zingizga komfort yaratish uchun. Endi komfort bergan juda ko'p hayotda o'zgarishlar bo'ldi. 2018dan boshlab 19, 20, ayniqsa 20 dan keyin juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi hayotimga. Endi komfort ber demoqchiman, chunki finansiy tomondan ham undan oldin finansiy juda yomon bo'lmagan, undan keyin yana ham yaxshilandi. Yana yaxshilanib boryapti. Boshqa tomonlama ham, ya'ni odamlar bilan tanish, o'rganish. Bilsangiz, ba'zi bir odamlar milliarderlar bilan gaplashish uchun pul to'laydi. Albatta. Bizda o'zi keladi. Shulardan fikr o'rganish, ya'ni fikrlar olish, hayot tarzini o'rganish, shunga o'xshagan narsalar ham bo'ladi. Ancha narsa berdi. Chunki juda ham ko'p katta klientlar bilan ishlaganman, ancha narsa berdi. Albatta. Maqsud aka, hozirgi kunda sizni o'zingiz sohangizdagi har bir kuningizga qanaqa motivatsiya, nimadan ruhlanasiz? Men birinchi o'rinda albatta ota-onam duosidan, keyin oiladan ruhlanadi. Yana bitta narsasi bor. Ertalab har kun chiqayotganimda yonimdagi ukamiz sherigim ham biladi, Sanjarbek. Yaxshi narsalar bilan chiqaman. Bugun meni nimadir kutyapti. Alloh nimadir bilan siylaydi. Sabab biz ishimizda surpriz ko'p. Albatta. Allohdan beriladigan nasib ko'p. Bugun nimadir nasibam bor, kutilmagan joydan beradi. Xuddi shu narsa bilan chiqaman. Uydan chiqib ketayotganingizda, ostonadan chiqayotganingizda o'zingizni yaxshi narsalar bilan kuningiz barakasini beradi. Bu ishda shunaqa chiqsangiz bo'ladi. Brokerlarning ichida siz bilamiz, ancha yildan beri tajribangiz bo'lgani uchun, shu sohada bo'lganingiz uchun o'zingizni 10 talik shkala bo'lsa, necha baho qo'yardingiz o'zingiz? Endi qarang, men ilojim boricha ko'proq o'rganishga harakat qilganman. Hozirgacha o'rganib kelaman. Bu soha juda katta, keng soha, tugamaydi. Lekin aytaylik, pluslarim ko'proq bo'lishi mumkin.
8-9 beraman o'zimga. 9 berib beraman. 8, 10likdan 9 berasiz. Beraman. Shu shkalani 9 shkalasini olishingiz uchun siz bu soha uchun nima berdingiz? Bu soha uchun birinchi o'rinda men ko'p narsani o'rgandim. Endi bu sohaga juda ko'p klientlarga o'zini juda ko'p mijozlarimga o'zini orzudagi uy, orzudagi investitsiyani berdim. O'zlari kelib rahmat aytadi. Yonimda yurgan odamlar ham biladi. Har doim kelib bir narsa qilayotgan bo'lsa, men bilan maslahatlashib qiladi. Shu odamlarga ko'p narsani, endi haliga sababchi bo'ldim demoqchiman. Shu narsalar bo'ldi. Dubayga to'g'risini aytaman, Dubayda 2008 ga kelgan bo'lsam, pasportlarni ko'rdik, boshqasini ko'rdik, yaxshi ko'raman bu davlatni. Endi amirlikda. Shu davlatda yashayapmiz, rizqimiz shu yerda ekan. Shu sohani shu yerda rivojlanishiga hissa qo'shayotganimdan men o'zim xursandman. Nimadir beryapmiz demoqchiman-da. Odamlarga investitsiya qilgandan keyin o'sha investitsiyasi oshib borishi, bu yerga kirib kelishi, shunga o'xshagan narsalarga qanchadir hissa qo'shayotgan, sababchi bo'layotgan bo'lsak, shu narsalarni berdim deb bilaman men. Keyingi savolimiz Mahsudjon aka, siz o'z sohangizda 5 yil oldin o'zingizga savol bergansiz. O'sha nima? Pandemiyada bo'lgan, 5 yil oldin pandemiya chiqqan bo'lganmiz. Endi undan oldin boshlangan bo'lsa, 5 yil yangilangandan keyingi holatida boshida birinchi bo'lgan qanaqa qilib nimani bu vaziyatdan chiqib ketish bo'lgan, nimalarga erishishda savol berib qo'yganman-da, maqsad qilib qo'yganman. Alhamdulillah hozirgacha shu narsalarga erishib kelyapman. Hozir 5 yildan keyingi savolingiz mana hozir 5 yildan keyinga bo'ldi. Mana endi hozir 5 yilga qarab savol berasiz. Nima savol berasiz? 5 yildan keyinga beradigan bo'lsam, men 5 yildan keyinga o'zim savol beradigan bo'lsam, o'sha paytda men 5 yildan keyin nimalar erishdim, yana nimalarga erishmoqchiman degan savolni beraman o'zimga. Ya'ni undan keyin dash nimaga erishmoqchiman, Alloh umr berib tursa, nimalarga erishmoqchiman degan savolni beraman. To'g'ri. Endi navbatdagi savolimiz brokerlar, o'zbek brokerlari to'g'risida aytyapman. Endi taniydiganlaringiz, mediaga chiqqani, chiqmagani biz bilmaymiz. Brokerlar hozir bizada agar dunyo miqyosida malakalarni bir-biriga taqqoslaydigan bo'lsak, bizning brokerlarimiz neshinchi urovingda turibdi? 10 li shkalada. Endi uni aytadigan bo'lsak, siz aytishingiz mumkin, menimcha foizi mana bunaqa, menimcha foizi mana bunaqada turibdi desangiz ham bo'ladi. Endi men eskidan bu sohada ishlatgan bo'lsam, bir aytaylik bir 10% eng tep o'rinlarda. 10% juda ham tep o'rinlarda turadi. Endi ular mediaga chiqmaydi odamlar. Men taniyman, shaxsan maslahatlashib turadigan odamlar. Bir aytaylik bir yana bir 15% ni ikkinchisi, ya'ni mashinani ham eng topi mid option deysiz, shunaqa nimada bir 15%. Entry levelda, ya'ni birinchi kirayotganlar juda ham ko'p qismi. Juda ham ko'p qismi. Aytaylik 60% desak, 65% desak ham bo'ladi yoki undan keyin o'rtadagilar bir 15% yana. Shunaqa deb ketaman. Navbatdagi savolim, bu yangi kelayotgan brokerlar bozorga nisbatan mana hamma birinchi boshlab boradi, to'g'rimi? Mana eski brokerlar aytganingizda, ular har doim mana hammamiz bilamiz biznesda birinchi baliq tushgandan keyin suv loyqalatadi. Loyqalatadi, keyin o'zini yo'lini topib oladi. To'g'ri. Ana keyin o'sha yo'l bilan yurishni boshlaydi. To'g'ri. Mana hozirgi tushayotgan endi brokerlar deydigan bo'lsak, brokerlar hozirgi paytda xuddi shunaqa suvlarni loyqalatib joy topyaptimi yoki balchiqqa kirib ketyapti? Aksariyati joy topyapti deb o'ylayman. Endi har xil odam bo'ladi, har xil ishlashga maqsad qilgan odam bo'ladi. Kimdir aytgan kalaman uchun yo'qotib qo'yadi deydi-yu, shunaqalar ham yo'q emas. Kimdir to'g'ri ketayotgani juda ko'p. Boshida loyihalasib turib, keyin o'zini yo'nalishini topib olib turib ketayotgani bor. Aytaylik, men brokerlarni har doim real estate agenti har doim bitta narsaga aytaman, ularga maslahat beraman ham, o'zimdan ham boshimdan o'tgan narsa. Kimdir qaysi tomonlama o'zini yaxshi tomoni bo'ladi, ya'ni ustun tomoni bo'ladi. Keyin yana bu ishlashda ham qaysi tomon yo'nalish tanlab olish kerak bo'ladi. Aytaylik, kimdir bitta zastroshiyni ushlab oladi-da, o'sha zastroshiyda hamma narsasini o'rganadi. Shunaqa yo'nalishga ketayotganlar, hozir to'g'ri ketayotganlar bor. Hozir yangi brokerlar endi siz aytayotgan loyihalatib turib, keyin yana battar taykib ketayotganlar ham har safar hamma sohada bo'ladi, bunaqalar ham bor. Biz o'zbeklar ichida endi men aytmoqchiman, O'zbekistondagi kelgan brokerlar ichida. Navbatdagi savolim. Bu narsa oilangizga, yaqinlaringizga, bu sohangizda qanaqa oxirgi marta katta zararlar keltirdi? Yutuqlarini biz ko'ramiz. Zarar keltirgan soha. Endi zarar keltirdi deb ayta olmayman, to'g'ri. Vaqt ajrata olmasligim ba'zida haligi o'zimga ham bo'lib turadi. Bu farzandlarim bor. Farzandlarimga ba'zida vaqt ajrata olmay qolgan paytlarim bo'ladi, ko'proq. Lekin ba'zida shu eng ammasi shu vaqt yetkazib olmay qolgan narsalar bo'ladi. Vaqt.
vaqt. Bu zarar emas. Zarar emas desak ham bo'ladi. Endi Zarar emas. qanaqaki vaqt yetmay qolgan paytda, lekin bu yerda ishimga bergan bo'laman. Aha. Endi kimdadir masalan farzandli bo'lgandan keyin oilasiga vaqt ajratishni xohlaydi, bolalar bilan bo'lishni xohlaydi, shu narsasi bo'ladi. Lekin boshqa narsa bo'yicha unaqa zararni ko'rmayman. Sababi o'zim yaxshi ko'rgan soha bo'lganligi uchun, aytganda erkinlik bo'lganligi uchun, ko'p narsa uchun endi ko'z yumadigan narsalar ham borlik, iloji yo'q, lekin основной zarar keltiradigan narsani почти men sezman. Bo'lgandir, lekin sezilmasdan o'tib ketgandir. Sohangizda bilamiz, broker sohasida sizda shu narsa bor, narx degan narsa. Narx bu nima? Vaqt. Siz zararsiz deyotgan narsangiz bu vaqt. Vaqt, to'g'ri. Vaqt dunyodagi eng Qimmat narsada, eng qimmat. Siz prosta vaqt ajratmayotganingizda eng qimmat narsasini olasiz ular. Shu uchun. Endi men prosta bir bu qani albatta bu ikkalamizga ham yaxshi deb aytyapti. Shuning uchun men savollarim davom etamiz. Albatta biz oxirida eng zo'r savolimizni tanlab berishingiz kerak bo'ladi va o'zingizdan yaxshi savol qoldirishingiz kerak. Chunki sizga Jasur aka savol tashab ketgan. Albatta. Navbatdagi savolimiz. Hozirgi paytda 10 yildan keyin Dubayning qaysi maydoni bozori markaziga aylanadi ko'chmas mulk bo'yicha? Dubai South bitta joy bo'ladi. Ya'ni eng markazdan bittasi, ayniqsa Expo Village eng markazdan bittasi, business hub desak ham bo'ladi. Hozirda o'zida bir nechta kompaniyalar ofislarni ochgan. Ko'p borib turaman. Boshida bormasdan oldin bilmagandim. Expo tugagandan keyin borgan. Hozirgi kunda borsangiz yana ham rivojlantiryapti. Yangi proyektlarni zapus qilishyapti. Davlat podдержкасы bor. Eng katta aeroport qurilyapti. Metro liniya bor. Dunyodagi eng katta Expo sentrlardan bittasi yaqinda ochiladi. 2026-oktyabrga ochilish kutilyapti. Uzunligi 1-2 kilometrli deyilgan. Yiliga 600 ta event, ya'ni 600 ta yarmarka o'tkazilish nimasi bor, planlari bor. Hisob-kitob bo'yicha kuniga 65 mingtadan tashrif buyuruvchi kelish ehtimolini qilishgan. Shu narsani hisoblab turib, shu Expo Village aytyapman. Dubai Islands ham aytsak bo'ladi, bitta joylardan bittasi debdi. Dubai Islands, keyin Palm Jumeirah ham 10 yil bilan 15 yil, keyingi 10-15 yil orasida juda ko'pchilik Palm Jumeirahga o'tadi. Masalan, borib ko'rganlar ham aytayapti. Men o'zim ham aktiv ishlaganman. Juda ham sustainable, ya'ni infratuzilmasi juda ham yaxshi qilinyapti. Luxury segmentga qaysi lokatsiya? O'rta holga va budjetniga. Xo'p, luxury segmentga ketadigan bo'lsak, shuni aytgandek, Palm Jumeirah, keyin o'rta holga luxury aralashga Dubai South, chunki o'rta holi ham Expoda bor. Budjetni aytadigan bo'lsak, Dubayland aytsa bo'ladi, keyingi 10 yilda Dubayland degan joy bor, bilsangiz Global Village bor, u yerda Majan kirib ketadi. Motor City'lar ham yaqinroq keladi. O'zi asl to'g'onga kirgan, lekin hozirgi paytda shu Dubayland aytsak bo'ladi. Chunki bu tomonga bo'lsa bo'ladi. 3 ga bo'lsa bo'ladi shunaqa deb. Hozirgi paytda 10 million dollardan balandga qaysi Dubayning qaysi joylariga investitsiya qilsa bo'ladi va hozir qilinib kelyapti? Palm Jumeirah bittasi. Yana bitta narsasi, Dubai South'da Emard Oasis degan proyekti bor. Juda ham unikalniy proyekt chiqqan. Boshida ko'pchilik bilmagan buni. 100 million square feet joyga 3100 ta villa qurilyapti. Atiga. U degan har bitta villa uchun 32500 kvadrat fit joy ajratilgan degani bu. Tasavvur qiling, Dubai Hills 120-130 million. 33 sotikdan bo'ladimi? 32 sotikdan degani. Endi men aytmoqchi bo'lganim o'zi unchalik katta emas, lekin hali odamlarga tegishli kvadrat fitiga hisoblasangiz 3100 ta villa, lekin u yerda 3100 tagina villa bo'ladi xolos. Hammasi yakka holdagi villalar. Eng kichkina razmeri 550 kvadrat metr jiloya. Yeri 7 sotiq degani. Eng kichkinasi bu. Albatta, shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, villalar kerak bo'lsa, investitsiya qilmoqchi bo'lsa, Mahzudjon aka, Egamberdiyevga murojaat qiling. Albatta sizga eng zo'r va agent tanlashda adashmang. To'g'ri. Broker o'zi nima? Broker deganda men основной advisor deb aytaman. O'zi broker degan so'z o'rtakash deganda shunaqa deyapman, lekin men uni advisor, maslahatchi deb bilaman. Ichida ham yurist bo'ladi, ham o'rtada turib beradi, ham maslahat beradi, hamma narsani qilib beradigan odam deb bilaman. Даже o'zimni bitta mijozim menga shu narsani aytib ketgan. U aytmasdan turib shu o'zini xohlagan narsa oldindan fikrini topib qilganligim uchun, bu sen broker emassan, sen maslahatchisan, sen ham yuristsan, sen ham shunaqasan ekan, shuning uchun men sen bilan ishlashni yoqtirdim deb ketgan. Maslahatchi deb bilaman, advisor deb bilaman yoki hamma sohani jamlashtirilgan universal odam deb bilaman, to'g'risi aytaman-da. Broker. Shunaqa. Broker asosiy 5 ta qobiliyati bo'lsa,
ular qaysi bo'lishi kerak? 5 ta qaysi jihati bo'lsa, u bozorni tepasiga chiqa olishi mumkin degan maqsadda aytmoqchiman. Birinchi o'rinda o'rganish kerak. Bu sohani juda ham yaxshi o'rganish kerak. O'zini ustida ishlash kerak. Ikkinchi, juda ham qattiq ishlash kerak. Joylarni yaxshilab o'rganish kerak, ya'ni lokatsiyalarni o'rganish kerak. Lokatsiya kerak. Qurilish sohasini ham o'rganish kerak. Klientlar bilan muomalani ham o'rganish kerak. Gaplashish madaniyatini ham ko'proq o'zida ishlash kerak. Masalan, har xil notiqlik madaniyatini o'rganish kerak. Hamma narsani ko'proq tajribadan o'rganiladi. Ya'ni tajriba. praktika bo'ladi, teoriya bo'ladi, keyin praktika bo'ladi. Teoriyadan qanchalik qismini o'rganadi, shundan oq qolgan narsalarni praktikada qo'llab o'rganiladi bular ko'proq. Kimda qancha ko'p mitinglar, ya'ni uchrashuvlar bo'lib tursa, klientlardan tajriba bo'lib tursa, tez o'rganadi. Men aytmoqchi bo'lganim, birinchi o'rinda o'sha kimda ko'p qancha ma'lumot bo'lsa, tezroq o'rganadi, plus uni ham ko'proq tajribadan, ya'ni praktikadan o'rganadi. Praktikada ko'proq qo'llash kerak. Bu degani sohani boshlamoqchi bo'lsang, qo'rqmasdan chiq, ishla, tajriba orttir. Tajriba orttir. Hali yana bitta narsani qo'shib ketaman. Kimdir boshdan sizlar eshitgan bo'lsanglar kerak, broker sohasiga kirish uchun 6 oy, 7 oylik finansiy tomondan tayyor bo'lishing kerak. Ya'ni chunki oylik bermaydi, o'zing pul sarflab turishing kerak degan narsa bo'ladi. Endi bu narsani tayyor bo'lishing kerak deganda, chunki u paytda odam o'rganadi. O'rganish kerak. Ilojini boricha fokus o'rganishga berish kerakda. Shu paytda agar klientlar mijozlar kelsa, shu bilan qo'llab ketaverish kerak. Shu to'g'rimi? Shu to'g'ri deb o'ylaysizmi? Siz misol uchun broker sohasiga kirishingiz uchun qanaqadir pul kerak, o'zingiz ta'minlab turish uchun. Shu to'g'rimi? Endi men haligi o'zi ta'minlab turish uchun qanchadir qismi to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin endi bu sohada kirish uchun kirgandan keyin fokus yo'qotib qo'ymaslik uchun, mana shu sohaga chuqurroq kirish uchun to'g'ri finansiy tomondan Dubayda emas, hamma joyda finansiy tomondan odam sal tushsa, fokus yo'qotadi. Ya'ni bitta yo'nalish yo'qotadi. Yo'nalish yo'qotmasligi uchun qaysi qismiga to'g'ri bo'ladi. Shunaqa narsa bor. Shuni hisobiga aytib ketishadi. Endi buni chuqurroq tushuntirib berish kerak bo'ladi kirayotgan odamga. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. Hozirgi paytda biznesda, mana har bir biznes boshlovchida qilishni biladigan inson emas, nima qilmaslikni biladigan odam hozir birinchi o'rinda ketyapti. Siz shunga qanaqa qaraysiz? Endi siz hozir aytgan savolingizda nima qilish kerak emasligini bilgan odam oldiroqda yuribdi hozir. Bu bitta bu sohada emas, hamma sohada demoqchiman. Sababi o'zingiz bilasiz, hamma biznesda ham haligi qilmasligini, shuni qilmas kerakligini bilgan odam endi riskdan kamroq bo'ladi-da, oldiroqda yuradi. To'g'ri. Endi qachondir baribir xatoga yo'l qo'yamiz, xatolik bo'ladi, to'g'ri. Endi hamma ham o'zi xatodan o'rganadi. Xato qilmayotgan bo'lsa, hech narsa qilmayotgan bo'ladi-yu. Endi baribir ehtiyotkor bo'lib turib yurgan odam oldiroqda yuradi demoqchiman. To'g'ri. Xatolik bu yana bir bosqich balandlikka ko'tarilish sababi. To'g'ri. Mahsudjon Egamberdiyevni oxirgi eng katta qilgan xatosi. Oxirgi xatoni aytadigan bo'lsak, bu hozir emas, yaqin kunlarda emas, bir necha yil oldin bo'lgan. To'g'risini aytaman, hamma xatodan o'rganadi. Prognozni ozgina kimgadir ishonib berib qo'yganim bo'lgan. Uyolayotganimda sal bo'lgan. Endi u sohaga kirib kelgan paytimda bo'lgan. Lekin uni men xato deb ham bilmayman-u. Oxirida u odam ham hech qanaqaligi zarar ko'p boshqa bo'lmadi-yu, lekin shu narsani sal xatoga to'g'rilab aytishim mumkin. Xatoga to'g'rildi. Undan nima o'rgandingiz? Ko'p narsa o'rgandim. Juda ko'p narsa o'rgandim undan. Xatoni katta kichikligiga qarab undan katta xulosa chiqariladi. To'g'ri. Har bir brokerni kuchli taraflari bo'ladi. Har bir insonni направление. Siz bu sohadagi o'zingizni kuchli tarafingiz nimada? Ko'p narsa o'rganaman. Har doim bitta proyektni berishdan oldin o'sha proyektni yoki shunga o'xshagan onday proyektlar yaxshilab o'rganaman va o'sha insonga hamma narsasini yetkazib beraman. Shunday tomonlama ko'proq o'zim mana qilaman, ishlayman. Har doim bitta narsani aytaman, prognoz, ya'ni biz prognoz beramiz. Endi sababi biz brokerimizda, prognoz beramizda, prognoz berganda ilojim boricha o'sha hozirgi bozordan kelib chiqib aytamanda, bu sohada bu shu yo'nalishda ko'proq plus tomoni bo'lgan shuni. Brokerni qaysidir fikrlari, qaysidir analitiklariga himoyachi bo'lib nima xizmat qiladi? Himoyachi bo'lib analitlarga o'zini qilgan ishlari, ya'ni proyektlari, tajribasi, shular ko'proq ishlaydi. Himoyachi bo'ladi. Endi biz chunki uzoqroq brokerda ishlagan odamlar o'zini tajribasidan ko'proq qiladi-da. Tajribasidan ko'proq, ish qilgan ishlaridan ko'proq tayanib qiladi. Bugungi kunda hozirgi paytdagi bozor to'g'risida gaplashamiz.
brokerni haqiqati nima? To'g'ri, yolg'on gapirmaslik bu. Rostgo'ylik. 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 To'g'ri ketish. Rostgo'ylik hamma narsasini aytish proyektmi? Proyekt chunki hozirgi bir misol aytgandek, rostgo'ylik to'g'risini aytish, plus minus nimasi bo'lsa ham aytish. Broker chegarasi deganda nimani tushunasiz? Broker chegarasi deganda o'zini tutishi, mediaga chiqib gapirayotganda nima gapirishga, nima gapirmaslik kerak, o'shalarni bilish. Undan tashqari klient bilan o'zini distansiyasini ushlash, mijozi bilan. Shu sohalar, shu narsalar deb aytaman limitini. Xato nima? Xato bu o'rganish. O'rganish. Xatodan o'rganasiz. Xato bu o'rganish. Xato qilmayapsizmi, u degan ishlamayapsiz degani. Brokerni qaysi xatosi kechirilmaydi? Kechirilmaydi deganda nima nazarda tutilaman? Masalan, vaqt bizni kutmaydi. Investor yoningizga kelyapti, Maxsusjon. Bizga shunaqa proyekt qilib beringki, biz bundan ham foydalanaylik, ham bu yillar davomida buni sotib yana investitsiyamizni oshiraylik. Lekin sizni noto'g'ri qaror qabul qilishingiz ularga zarar keltirishi mumkin. To'g'ri. Bu misol tariqasida. Lekin u sizni kechirishi mumkin. Lekin vaqt kechirmaydi. Lekin bitta narsa shu xatodan u brokerni qanchalik o'rganishiga bog'liq. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lishi mumkin shu narsalar. Agar u odam rostdan ham aytganda o'sha bergan narsasidan zarar qilib turib, keyin boshqa odam bilan ishlab ketgan boshqa bo'lsa, u brokerni o'sha xatodan o'rganishi, qanchalik haligi xulosa chiqarganiga ham bog'liq. Endi to'g'ri, shuncha aytmoqchiman. Haligi kechirilmaydigan xatosi bo'lmasa kerak, lekin vaqt kechirmaydi, o'sha aytganingiz vaqt kechirmaydi, lekin u odamni o'zi shundan xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Brokerlik faoliyatingizdagi eng qiziqarli savol yoki bu сделкangiz? Eng qiziqarli сделкam ko'p bo'lgan juda. Endi bittasini aytaman. Esingizda qolganim. Muxlislarimiz uchun ham eng zo'r bo'ladi. Buni bir aytib ham ketganman. Yonimdagilar ham bitta tanishlarim biladi. Bu adashmasam 20-21-yilda bo'lgan. O'zbekistonga ketganman. O'zbekistondaligimda bitta o'rtog'im telefon qildi. Aloqaga chiqib, tanishim bor. Uy olmoqchi ekan. Senga aloqa qilsa bo'ladimi deb chiqdi odam. Odam aloqaga chiqqanda shu joydan shunaqa uy olyapman. Shu Zastroshiydan shunaqa uy olyapman-da, bu Zastroshiyda sen nima fikr berasan? Juda ham zo'r talablar, takliflar beryaptiki, olmoqchiman deganda, men unga aytdimki, o'zing yaxshilab Zastroshiyda o'rgan. Men Dubayda emasman hozir, Dubayga boraman, keyin yana gaplashamiz. Ungacha o'rganib turgin dedim. Agar shoshmayotgan bo'lsang dedim. Birinchi marta gaplashyapmiz telefonda faqat. Ko'rmaganmiz, tanimaymiz, faqat o'rtada bitta odam. U odam kelganimdan keyin kelishimdan ham oldin emas, o'sha kunda o'zi menga aloqa qilishdi, bo'ldi, olmayman dedi. Bu Zastroshiydan olmayman dedi. Men seni kutaman dedi. Keldim. Kelganimdan keyin bitta zo'r proyekt chiqdi. U proyekt chiqqandan keyin u proyektga taklif berdim men. Birinchi kuni kelmadi. U proyekt birinchi kun 2 soatda sotilib ketdi. Oqibatda 875 million dirhamlik savdo bo'ldi bir kunda. Katta summa. Ertasi kuni keldida oilasi bilan kelib turib oldi. Ikkilanib oldi. Endi haligi menga ishonaymi, ishonmaymi degan narsa bo'ladi. Juda qiziqarli gaplar, boshqa narsa bo'ladi. Men tushuntiryapman, boshqa qilyapman. Keyin endi u hozir shu odam shunaqangi men bilan bo'lib qolganki, aka-uka deb bo'lib ketganmizki, hamma narsada, hamma olgan uylar undan keyin 5 ta 6 uy oldi. Boshda birinchi men bilan endi sababchi bo'lgansan deb aytadi o'zi ko'proq. Shu uydan 300% foyda qildi. Tikkan puliga. Mana bu ma'lumot 100 ming tikib 300 ming oldi. Plus ustiga, ya'ni 100 ming puli 400 ming bo'ldi. 100 ming qo'shdik 400 ming bo'ldi demoqchiman-da, endi misol qilib. Shu narsa bo'ldiki, undan keyin bitta narsani men har doim mijozlarga ham aytaman, bitta nima kimdan olish emas, to'g'ri narsani olish, to'g'ri investitsiya qilish. Kim bilan investitsiya qilish emas. Masalan, sizga kelgan odam menga aloqaga chiqishi mumkin-da. Axsi aka mana shunaqa yoki Maxsus bey mana shunaqa Sherzod bey bilan yoki Sherzod bey bilan ishlab yursa aytmasligi ham mumkin-da. Shunaqa qilyapman deb aytaman. Har doim fikrlar, maslahatlashing. Balki u odamda yo'q variant menda bo'lib qolardi, lekin menni olishi shart emas. To'g'ri variant, to'g'ri investitsiya qiling. Shutob ertaga tashqaridagi odam bo'lsa, O'zbekistonga borganda men Sherzod beydan uy oldim yoki Maxsus beydan uy oldim yoki ukamizdan uy oldim demaydi-da. Dubaydan uy oldim, zarar qildim deydi. Bu biz uchun minusda bu. To'g'ri, sizga, menga minus bo'ladi bu. Shuning uchun kimdan olsangiz ham kimni olish muhim emas. To'g'ri investitsiya qilish muhim.
ertaga u odam ham yana davom ettirib ketish uchun, foyda qilish uchun, kimgadir maslahat yo kimgadir maslahat berish, u odamga borib olishlik uchun. Shuning uchun u odam shunaqa bo'lganki, sababchi bo'lib qolganman-da, haligi o'rgangin deganman-da, qaytib kelyapti, menga yo'q deyapti. Birinchi proyektdan shuncha foyda qilib, ikkinchi proyektdan shuncha даже hozirgi paytda bilsangiz, bozor narxi ko'tarilib ketgan, oshib ketganda foyda qilish nimasi kamayib borgan. Ozgina kamaygan qaysi proyektlarda. Oxirgi olgan proyektdan ham yaxshi foyda bilan chiqdim. Shu o'zim olib berganman. 1 yil oldingi proyektdan foyda bilan chiqdi. Yarasa ham xursand. Yana kelib menga kecha 2 kun oldin ko'rishganimizda nimaga pul tiksak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi, shuni aytgin deyapti. Shu qiziqarli bo'lgan sababi haligi bunaqa holat. Yana bitta holatda aytaman. Men основной ko'proq muvaffaqiyatli bo'lgan mollarga borsangiz, kioskalar bor. Stendlar deyiladi. Stendda men o'zim ishim boshlaganman. Birinchi dasturga kirganimda. Va broker bo'lib kirganimda bitta odam keldi. Kelib, "Uyamoqchiman" dedi. "Mana shu proyektdan" dedi. Shu proyektda taklif qilib turgandik. "Bo'ldi" dedim. Keyin kel o'tir dedimda, kofe berdim, boshqa berdimda, u odamdan so'rashni boshladim. Savollar so'rashni boshladim. U milliarder ekan. Dubayda oxirgi paytda 1,5 milliard dirhamli investitsiya qilgan odam ekan. Shunaqa odam, hali qiziqarli narsada, shuning uchun aytaman, uydan chiqib ketayotganingizda yaxshi narsa bilan chiqib ketasiz, men nimadir kutyapti, Alloh nima bilan, kim bilan ko'r. Shunaqa bo'lganda, juda katta odam bo'lgan ekan. Endi buni bilmaysiz, ko'rinishdan qarab, Dubayda yaxshi ko'rgan narsam, bitta odamni kiyim ust-boshiga qarab, yurishiga qarab kimligini bilmaysiz. To'g'rimi? Shunaqa narsalar ko'p bo'lib turadi. Juda ko'p qiziq voqealar bo'lgan. Endi aytadigan bo'lsam, navbatdagi juda ham yoqimli savol. Eng yoqimli сделканgiz. Eng juda ham yoqqan, juda ham tez bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizni hamma talablaringizga javob beradigan сделкалар bo'ladi-yu, mana to'g'rimi? Mana shunaqa yopilishlar bo'ladi-yu, zo'r sotuvlar. O'shanisi qachon bo'ldi va qaysi? Endi to'g'risini aytaman, oson сделка kam bo'ladi-yu, lekin endi boshida aytadigan bo'lsam, bitta odam kelyapti, men bilan ko'rishdi, boshqa qildi, 1 yil yo'q bo'lib ketdi. 11 oy yo'q bo'lib ketdi. 11 oydan keyin telefon qilyapti. Ko'rishamiz, men Dubayga qaytib keldim deyapti. Ko'rishyapman. Mendan oldin kelgandan keyin telefon ko'rishyapman, dasturchiga boryapmiz. Bo'ldi, mash oldim bo'ldi. Bu yerda summa ketyapti-da, bu odam yana qancha davom ettiradi degan savol bor. Qancha komissionni chiqadi, nima bo'ladi, boshqa narsa degan narsa yo'q. Summaliga tanlayotgan uylarini investorni anaqasi ketdi, shu dasturchiga boradi. Men tayyorman deb davomiyligi. Ketyapti. Hozirgacha o'sha 5 yil, 6 yildan beri hozirgacha shu klient men bilan ishlaydi. Hozir shunaqangi bo'lib qolganmizki, u bilan ham juda ham yaqin bo'lganmizki, "Mas qaysi proyekt yaxshiki, o'zing ishonsang, borib olgin, pulni beraman" deydi. Juda. Shunaqa narsa. Bu menimcha bu ma'lumot unda aytaman, bu juda ham katta malakalar va tajribalardan albatta investorlarni ishonchidan keyin shunaqa albatta investorlar. Bu juda ham yoqimli bo'lgan zikr. Savolimiz, eng uzoq ishlayotgan investoringiz necha yildan beri ishlaysiz? 7 yildan beri bitta investorimiz, albatta bitta investorga ushlab turish, bu juda ham katta ishonch va juda ham katta matonat, majburiyat. Endi unga ham har doim proyektlarni berib kelish, proyektlardan qancha foyda qilyapti, qancha minusi bor, boshqasi va hammasi. Endi hamma proyektdan ham hamma foyda qila olmaydi. Shuni hisobiga ishonch degan narsa bo'ladi, bizda mas'uliyat degan narsa ham bo'ladi. Chunki biz suhbatimizni eng asosiy joylariga keldi. Biz mana savollarga javob berdik. Lekin biz bitta brokerni hozir yasaydigan bo'lsak, masalan o'zimizni vizual qilib yasaydigan bo'lsak, qanaqa yasagan bo'lardik? Masalan, brokerda u bor, bu bor. Mana siz hozir har bir savollaringizdan keyin men u qobiliyatlari bu bir insonga jamlayapman. Misol uchun ishonch kerak, malaka kerak, bilim kerak. Hozir shu paytgacha shuncha inson bu narsa uchun nimalar berish kerak? Qo'pog'i bo'lgan umrini berish kerak, o'zini berish kerak, o'zini berish kerak. Chunki dunyodagi eng qimmati yana bitta narsa, bitta odam sizga kelganda siz birinchi o'zingizni ko'rsatishingiz kerak odamga. Masalan, biz bitta proyekt taklif qilganmizda, u odam tashqarida bo'lgan bo'lsa, u odam o'zini tasavvurida proyektni qiladi xolos. Lekin ishonch sizga bo'ladi, u proyektga emas. Sizga bo'ladi ishonch. Brokerlarning ko'payishi bozorga nisbatan raqobatni ko'paytirishimi yo bo'lmasam qaysidir sohalarga brokerga beriladigan marjlari kamayishi deb o'ylaysizmi? Endi brokerlar kirib qancha ko'paysa ham, raqobat ko'paysa shuncha yaxshi. Hammada haligi raqobat qancha ko'p kirsa raqobat ko'payadi degan raqobat ko'payishi deb hisoblayman. Raqobat ko'paysa shuncha yaxshi. Sababi har xil brokerlar bilan gaplashib, haligi
oxiriga borganda tanlayotgan Tushunadi, shunaqa Bu juda bo'lgan. ham Hozir yaxshi. shunaqa ko'paydi hozircha. Sababi mana bizani o'zimizni sohamizda ham kim bilan gaplashganda ana odam qanaqa tushunishiga bog'liq. Masalan, men o'ylaymanki, broker degandan keyin aytganingizda advisor bo'lsa, yo'qsa maslahatchi sifatida ko'radigan bo'lsak, sotilayotgan uyini nima sotib olayotganini va uni qiymatini bilish. ana o'shanisini va undan keyin eng katta turadigan narsani sizni gaplaringizdan keyin bilyapman, analitikasi. Misol uchun kelajakda bu insonga nisbatan bu o'zi to'g'ri kelajakda deb aytyapmiz, chunki bu aniqligi misol yo'q. Bilmayman. Lekin sizni kelajakdagi tahlilingiz bilan u oladi va yutuqlarga erishib juda ham yaxshi narsa. Bu значит odamda brokerda tahlili zo'r bo'lishi kerak ekanda. Chunki mana agar masalan ikkita odam so'zlashib o'tirgan bo'lsa, nima bo'ladi? Har doim ikkita odam gaplashayotgan bo'lsa, uchinchi odamni sraz bilin saviyasi ko'rinadi. Srazir. Chunki bunda qarasangiz, sal boshqacha savol yo boshqacha javob bo'ladi. Vaqtingizni ajratganing uchun juda ham rahmat. Albatta, hamyurtlarimizga, musofirda yurgan bolalarga juda ham asqotadi deb o'ylayman. Bizni suhbatimizdan keyin ko'p insonlar shu ko'chmas mulkka qanaqa olish kerak, qanaqa yurish kerak, kirmoqchi bozorni o'rganish kerak. Albatta, kirmoqchi bo'lgan bo'lsa, mana Mahmudjon akaga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zlarida 10 yillik tajribalari bilan sizlarga to'g'ri maslahat berishga harakat qilishadi. Va albatta, navbatdagi savolimiz. Savolimiz shundan iboratki, siz ayni damda Dubayga investitsiya qilishning eng minimal summasini aytishingiz kerak. Eng minimal summasi deganda kirish demoqchisiz-da, Dubayga investitsiya qilish uchun. Endi boshlanishi bir 180-190 ming dollardan boshlab kirsa bo'ladi. Endi bu faqat nima maqsadda kirishga qarab. Agar boshqacharoq maqsadda, qayta sotish maqsadida kirsa, unda kattaroq summa kirish kerak. Bu endi ko'proq boshlanuvchilarga kirsa bo'ladi. Shunaqa. Chunki sababi men aytmoqchi bo'lgan narsa, investor bilan foydalanuvchi bor-da. To'ppa-to'g'ri. Investor bu pul orttirish maqsadida, keyin ikkinchisi foydalanuvchi oilaga. Endi navbatdagi savolimiz, Dubaydagi hamma quruvchi kompaniyalar orasida siz oilaviy community rayonlari eng zo'rlarini aytsangiz, oilaviy rayon. Investitsiya emas, oilaviy. Birinchi o'rinda har doim aytib kelaman, Dubai Hills. Nomer 1. Men uchun endi kimgadir boshqa bo'lishi mumkin. Yana bitta rayon bor, Dubai Hills'i ukasi yo singlisi degan bo'ladi. Town Square, o'zim shu yerda yashayman. Town Square ham oilaviy juda ham zo'r. Hamma narsasi bor. Bolalar uchun hamma narsasi bor. Yo'llarda qulayligi, hamma narsasi bor. Endi sal teparoq yuradigan bo'lsak, aytishimiz mumkin, villa community, Jumeirah Golf Estate aytishimiz mumkin yoki chunki u yerda apartament ham hammalar ham bor. Dubai Hills birinchi o'rinda deb olaman. Albatta. Chunki kirish-chiqish hamma joyga qulay. Endi investitsiya qiladigan rayonlarni aytsangiz. Investitsiya hozirgi paytda endi ko'proq biz siz bilan men bilgan bo'lsak, birinchi o'rinda investitsiyaga, toza investitsiya qilmoqchi bo'lsa, ya'ni nima qilmoqchi bo'lsa, suvni bo'yiga yaqinroq yursa yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni waterfront deymiz biz. Shu joylarga yaqinroq yurgan bo'ladi. Endi hozir rivojlanib kelayotgan joylarning bittasi Dubai Islands desak bo'ladi. Ikkinchisini men Expo'ni aytaman. Expo City. Short term, ya'ni qisqa muddatga arendaga berishga juda ham zo'r joy bo'ladi. Uni ko'rib chiqib, analiz qilib o'rganib chiqqanday lokatsiyasi. Dubai South, ya'ni Dubai South. Ko'proq Expo Cityni aytaman, Dubai South. Shu joylarda aytaman. Dubai Hills ham yomon emas. Endi men aytmoqchi bo'lganim, investitsiya uchun ikkala joylarni aytib o'tyapman. Endi ko'proq summasi bo'lsa, albatta o'sha OAS bilan Hamjivelali ham yaxshi joylardan. Mahmudjon Egamberdiyev kelajakda o'z kompaniyasini Dubaydan boshqa qaysi davlatlarda ko'ra oladi? Endi ko'p joylarda nima qilamiz? Endi men bilgan joylarda ko'proq o'zim biznes qilishni xohlayman. Shuning uchun men endi buni ko'pchilik aytgan bo'lishi mumkin. Men aytib o'taman, bilgan joyim amirlik bo'lsa, bittasi O'zbekiston. Sababi men shu Dubayda bo'layotgan rivojlanishlarda O'zbekistonni ham ko'rishni xohlayman-da. O'zimiz davlatni ko'rishni xohlayman. Hozirgi paytda siz qaysi maqsadga yo'l olgansiz? Siz aytgandek, komanda bilan ko'proq, yoniga hamroh. Bu soha bitta odam sohasi emas. Bitta o'zi qila olmaydi hech narsani.
men aytmoq qilishi mumkin, lekin rivojlana olmaydi demoqchiman-da. Jamoa bo'lsa rivojlanadigan soha. Aytaylik, men qaysidir tomonlama ustunligim bo'lishi mumkin, yonimdagi odam boshqa tomonlama. Undan keyingi odam yana qaysidir tomonlama. Shuning uchun jamoa bo'lib rivojlanadigan soha. Bu oxirgi savolimiz edi. Ko'rsatuvimizga vaqt ajratganingiz uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz va Dubai Travels tomonidan homiyimiz bor. Homiyimiz Dubai Travels tomonidan farzandlaringizga Green Planetda City Walkda bilasiz, juda ham qiziqarli. O'sha joyga maxsus bileti bor, sovg'asi bor. Uni sizga taqdim qilamiz. Xohlagan paytingiz bizga aloqaga chiqsangiz, biz sizga shu borayotgan paytingizda biz tashlab beramiz. Va qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun juda ham rahmat aytib qolamiz va niyatimiz kelajakda bizni hamyurtlarimizni ko'chmas mulk bozoriga xuddi shunaqa malakali inson sifatida maslahatlar va shogirdlar va eng zo'r ko'chmas mulklarga investitsiya qilishga yo'naltirganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Oxirgi savolimiz ROI bilan ROI'ni farqini aytsangiz. ROI bilan ROI'ni farqini aytadigan bo'lsam, ROI inglizchasiga return of investment, sizni tikkan общий summangizdan qaytishi, ROI sizni hozirgi vaqtdagi pulingizdan qaytayotgan kapitalizm pulidan qaytayotgan summa. Albatta, Jasur aka, bu kommentariyaga yozib ketasiz. To'g'ri javob bo'lsa albatta. Rahmat. Keyingi safar xudo xolisa ko'rishguncha deb qolamiz. Katta rahmat sizlarga ham.